Bugun sizlar bilan birgalikda geologiya muzeyini o'zim uchun kashf qilaman. Ishonamanki, oldinda bizni qiziqarli sayohat kutyapti. Muzey salkam 100 yillik tarixga ega. U geologiyaning turli tarmoqlari, O'zbekistondagi rivoji, sohadagi yutuqlar haqida hikoya qiladi. Noyob asl nusxadagi eksponatlar, konlar etalon kolleksiyalardan tortib, audiovizual materiallargacha. Davlat geologiya muzeyi tashkil topgan yili 1926-yil. O'sha davrda bizdan oldingi o'tgan olimlarimiz, izlovchi geologlarimiz o'zlari qidirish izlari qilganda O'zbekistonda topilgan tog' jinslari, minerallarni xonasiga olib kelib qo'yib, asta-sekinlik bilan shu narsa paydo bo'lib, kichkina bir tokchada, keyinchalik bitta kichkina xonaga borib, mana hozir ko'ryapsizlar, saxovatli yangi binoda bu yil 4-aprel kuni prezidentimizning farmonlari bilan ochilgan shu muzey. Buning uchun prezidentimizga juda katta rahmat. Geologlar nomidan hozirgi paytga kelib bizni ekspozitsiya qo'yilgan va zaxiradagi tog' jinslari, minerallar kolleksiyalari 50 mingdan ortiq. Faqatgina O'zbekistondan emas, butun dunyodan. Katta portlash nazariyasi, kontinentlar harakati, qadimgi suv osti dunyosi bular geologiyaning qanchalik katta fan, keng va qiziqarli soha ekanini ko'rsatadi. O'zimni xuddi kinoteatrda turgandek his qilyapman. Bu muzey planetariysi va bu yerda kosmos qanday yaralgani va undan keyingi jarayonlarni maza qilib tomosha qilishingiz mumkin. Muzeyda siz nafaqat yangi bilimlar olasiz, balki qiziqarli jarayonlarning bir qismiga aylanasiz ham. Keling, hozir siz bilan bir qiziqarli eksperiment o'tkazamiz, ya'ni tajriba. Bu kosmik tarozi va unga chiqib, Quyosh tizimidagi sayyoralarda vazningiz qancha ekanligini ko'rish mumkin. Masalan, Yerda agar 47 kilogramm bo'lsam, Oyda bor yo'g'i 7,5 kilogramm bo'lishi mumkin ekan. Qiziq. Quyoshda vaznim 120 kilogrammdan ortiq. Saturnda 44 kilogramm, Yupiterda 110 kilogrammdan ortiq, Uranda 41 kilogramm. Zo'r, eng yengili Oyda ekan, eng og'ir esa Neptunda 755 kilogramm. Bu tajriba bizga sayyoralardagi og'irlik, tortishish kuchi va ularning hajmiga bog'liq ekanligini esga soladi. Ko'rganingizdek, katta sayyoralarda vaznimiz ham katta, kichiklarda esa yengilmiz. Aytish kerak, geologiya yurtimizda yaqin o'tmishda paydo bo'lgan soha emas. Uning tarixi ajdodlarimiz Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sinolar davriga borib taqaladi. Abu Rayhon Beruniy yer paydo bo'lganidan keyin 4 milliard 200 milliondan 440 million yil davr mobaynida yer qit'alari bir joyda bo'lgan. Atrof hamma yoq suv bo'lgan degan gipotezalari bor. Bu gipoteza Pangeya deyilgan. Keyinchalik bo'lsa 400 milliondan 25 million yil davr mobaynida bular sekin-sekin siljib bir-biridan uzoqlashish natijasida shimoliy hamda janubiy hududga bo'linib, shimoliy hududi Lavraziya, janubiy hududi Gondwan deb nomlangan. Xuddi shu fikrni 20-asr boshida nemis olim meteorolog geofizik Alfred Wegener tasdiqlagan. Shu hozirgi kunda bo'lsa bilan shu 6 ta qit'alar bor. Ular ham o'sha oxirgi 25-20 million davr mobaynida shu holatga kelgan. Yer shari o'zi hamma vaqt harakatda. Biz buni sezmaymiz. Chunki yer sharidagi davr vaqt millionlab, milliardlab yil mobaynida ko'rinadi. Muzeyda 200 million yillar avvalgi zamonlar, Trias, Yura, Kembri davrlariga sayohat qilish imkoniyati ham mavjud. Ajoyib. Muzeyda mana shunaqa dinozavrlar davrini aks ettiruvchi bo'lim ham mavjud va eng qizig'i bu yerdagi jonzotlar o'z davrida aynan O'zbekiston, Markaziy Osiyo mintaqasida yashab o'tgan va mulyajlarning hozirgi ko'rinishi aynan ular yashab o'tgan davrdagi hajmga tenglashtirilgan. Masalan, mana bu diplodokning uzunligi 15 metr. Ha, aslida dinozavrlarning o'z davrida bundan ham katta hajmdagi turlari mavjud bo'lgan. Muzeyda ularning panja izlari, tish, tirnoq suyaklarini uchratasiz. Bu yoqda ko'rishimiz mumkin, o'zimizda Toshkentdan topilgan Proxeniozavr, o'rdak tumshuqli oilasiga mansub dinozavrlar bor. Ular 65% haqiqiy holatda qazib olishgan. Keyin bu yoqda Qashqadaryodan topilgan haqiqiy dinozavr, o'rtxo'r va yirtqich dinozavr izlari bor. Yana bitta qiziqarli tomoni Ohangarondan topilgan Arxidiskedonna. Katta qoziq tishlari bor, son suyaklari bor. O'zbekiston hududidagi ekspeditsiyalar bor. O'shalar muzeyga taqdim qilishgan. Shuni hisobiga muzey fondi bo'yib, hozirgi kunda dinozavrlarning o'zini bo'limida 300 dan ortiq
namunalar bor. Aynan shu bo'lim tashrif buyuruvchilarni eng ko'p qiziqtiradigan nuqtalardan biri. Bola muzey sizlarga yoqdimi? Maktabdan o'quvchilar kelishdi, bolalarga ancha qiziq bo'lyapti. Chirchiq shahridan kelishibdi. Sayyoralarni ko'rsatishdi, tushuntirib o'sha yoqda. Dinozavrlar qiziq bo'ldi. Vulqon qanaqa paydo bo'lgani, yer qanday paydo bo'lgan, oldin qanaqa bo'lgan, mana shu narsalar ko'rsatilgan. O'zbekistonda Mendeleyev davriy jadvaldagi 80% dan ortiq elementlar uchraydi va ularning hammasini mana shu muzeyda ko'rish mumkin. O'zbekistondagi eng katta konlar qaysilar? Qanday yangi qazilma manbalari topilgan va ular qay tartibda ishlaydi? Bu savollarga ham aynan shu yerda javob topasiz. Tasavvur qiling, madallar qazib olinadigan konlar taxminan mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu ham muzeyga tashrif buyuruvchilarga bir o'zgacha taassurot beradigan bo'lim. Bu yerda nafaqat o'sha jarayonni, muhitni his qilasiz, balki o'sha madalli qazilma toshlarni ushlab ko'rish imkoniyati ham mavjud. 2020-yilda Davlat geologiya muzeyiga oliy toifali muzey maqomi berilgan. Muassasa nafaqat soha haqidagi tasavvurlaringizni boyitadigan maskan, balki yangi ilmiy izlanishlar, tadqiqotlar uchun ham zamin yaratadi. Geologiya qanaqa fan, nimani o'rgatadi, nima yo'nalishlari bor, buni hammasi nima beradi? Maktab o'quvchilarimiz kelganda bular shu o'tayotgan geografiya, tabiatshunoslik fanlarini shu yerda ko'rsa bo'ladi. Talabalarimizga to'liq ma'noda bemalol bu yerda geologiya, agrardan ham boshqa universitet va institutlar ham talabalar keladi, o'zlariga bir yo'nalishdan o'rganadi. O'zbekiston hududidagi geologik jarayonlarni to'liq oydin qilib ko'rsatib bergan biza. Hozirgi paytga kelib juda ko'p chet el oliygohlari bilan memorandumlarimiz bor, qo'shma ekspeditsiyalarimiz bor. Yaponiya Sukubu universitetini O'zbekistonda dinozavrlarga bog'liq bo'lgan ilmiy ekspeditsiyalarni tashkil qilish, talabalar almashish. Xullas, bu yerda ko'rgan, kuzatganlarimizni bitta reportajga sig'dirish juda qiyin bo'ldi, chunki hammasi qiziqarli, ilmiy va noyob. To'g'risi, geologiya muzeyi bunchalik qiziqarli bo'lishini o'zim ham kutmagandim. Juda ham ajoyib. Siz ham keling, O'zbekistonning geologiya sohasidagi imkoniyatlari, yutuqlari, umuman sohaning ajoyibotlari bilan tanishing. Muzey hamma uchun ochiq, kirish esa umuman qimmat emas. Lekin bu yerdan oladigan taassurotlaringiz juda ham qimmatli va unutilmas bo'ladi.